Assalomu alaykum. Bu darsda sizlar bilan lotin tilida yozilgan matnlarni kirilcha harflarga yoki teskarisi kirilchada yozilgan matnlarni lotincha harflarga aylantirib beradigan dasturni qanday qilib o'rnatishni va uni ishlatishni o'rganib olamiz. Bu videoni saqlab qo'ying, albatta sizga foydali bo'ladi. Demak, bizda mana matnlarimiz bor. Endi buni kirilchaga aylantirib olish uchun kerakli dasturni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun birinchi navbatda Telegram kanalda Ustoz Mahmud kanalini ochib olishingiz kerak bo'ladi. Ustoz Mahmud kanalida shu video ostida albatta bu faylni joylashtirib qo'yaman. Convert deb nomlangan faylni topib olishimiz kerak bo'ladi. Va shu fayl ustiga mishkani qo'yib, o'ng tomonini bosamiz. Mishkani o'ng tugmasi. Va yozuvlarning ichidan Save as, agar sizda rus tilida ishlatadigan bo'lsangiz, saqlanit как degan yozuvni ustiga bosamiz. Bu bizga kompyuterimizga qaysi qismiga o'rnatish uchun bu oynani ochadi. Saqlanit как oynasi ochildi. Bu yerdan рабочий stolni belgilab qo'yaman. Ya'ni рабочий stolga convert deb nomlangan rar fayl yuklanishi kerak bo'ladi. Mana saqlanit tugmasini bosaman. Demak, Telegramni yopib turamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Рабочий stolimga convert degan rar turidagi fayl qo'shildi. Birinchi navbatda buni rar ko'rinishidan chiqarib olishimiz kerak, ya'ni oddiy papka ko'rinishiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Agar sizda WinRAR dasturi o'rnatilgan bo'lsa, sizni papkangiz bu ko'rinishda turadi. Agar unaqa dastur bo'lmasa, uni o'rniga sariq rangli papka ko'rinishda va zamok holatda turgan bo'lishi mumkin. Shu faylni tanlab, mishkani o'ng tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng WinRAR dasturi o'rnatilgani uchun menda извлечь fayl qismi chiqyapti. Agar sizda bu dastur bo'lmaydigan bo'lsa, извлечь всё tugmasi bo'lishi mumkin. Shu sababdan извлечь fayl deb yozilgan qismini belgilab qo'yaman, ya'ni tanlayman va OK tugmasini bosaman. Demak, bizada mana convert deb nomlangan papka ochildi. Endi bu papkani chekiramiz, ya'ni ochamiz va yana convert papkasini ochamiz. Demak, papkani ochganimizdan so'ng convert deb nomlangan fayl ustiga 2 marta bosib, buni o'rnatib olishimiz kerak. Mana o'rnatish oynasi ochildi. Bundan so'ng agree degan tugmani dumaloqni ustiga bosib qo'yaman va next tugmasini bosamiz. Undan so'ng yana next tugmasini bosamiz. Endi o'rnatilish jarayoni boshlandi. Biroz kutishimiz kerak bo'ladi. Jarayon yakunlanguncha kutib turamiz. Va ochilgan oynadan da tugmasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Da tugmasini bosganimizdan so'ng close tugmasini bosib qo'yamiz. Demak, muvaffaqiyatli o'rnatildi. Demak, Word dasturimizga muvaffaqiyatli o'rnatib ham oldik. Istalgan Word faylini ochishimiz mumkin. Misol uchun, mana Word faylni ochaman. Demak, ko'rib turganimizdek, bizda dastur o'rnatilgan, mana matnlar bor. Bu aynan shu dasturning o'ziga mo'ljallangan matn qanaqa ishlatilish tartibi, bu o'rnatganimizdan so'ng рабочий stolimizga qo'shiladi. Endi meni maqsadim buni kirilcha harflarga aylantirib olishim kerak bo'ladi, chunki bu lotin tilida yozilgan ma'lumotlar. Demak, birinchi bo'lib hamma matnlarni belgilab olamiz. Belgilab olganimizdan keyin tepa menyuni o'qib chiqamiz. Mana главный, вставка, konstruktor, maket shularni oxirida bizda надстройки degan menyu qo'shilib qolgan bo'lishi kerak. Ya'ni надстройки degan menyuga biza kirishimiz kerak bo'ladi. Shu menyuni ochadigan bo'lsak, mana Krill lotin va lotin Krill qismi turibdi. Bizning matnlarimiz lotin tilida yozilgani uchun lotin Krill degan ustiga bosadigan bo'lsam, mana ko'rishingiz mumkinki, mana hamma matnlarimni kirilcha harflarga o'zgartirib berdi. Yoki biz kirilchada yozilgan matnlarni lotinchaga almashtirib olmoqchi bo'lsak, xuddi shu usul bilan belgilab olaman va Krill lotin deganning ustiga bossam, matnlarimni kirilchada yozgan bo'lsam, lotin tiliga aylantirib beradi. Bu degani bizga endi qiyinchilik tug'dirmaydi. Kirilcha yozadiganlar bo'lsa, bemalol kirill harflaridan foydalanib o'z hujjatlarini to'ldirishadi va oxirida lotin harflariga aylantirib olishligi mumkin bo'ladi. Bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizdan uzoqlashmang.